Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Darslik vaqtinchalik to'xtatilgandi. Buning sababi sizga ajoyib sovg'alarni tayyorlab qo'yganmiz. Bular nimalardan iborat? Hozir sizga birin-ketin barchasini ko'rsataman. Buning uchun BNB Drive o'yiniga kirib olamiz va sizga hozir juda ham ajoyib narsani ko'rsataman. Hozir menda bitta yozuv chiqib turibdi. Ya'ni возможность у вас слишком много modifikatsiya, ya'ni juda ham ko'p men modlarni kompyuterimga yuklaganim uchun meni ogohlantirmoqda. Nima uchun bularni yukladim? Men sizga qanday modlar borligini ko'rsatmoqchiman va mana shu barcha modlarni men sizga bepul taqdim etmoqchiman. Buni kichkinagina sharti bor. Bu sizdan hech qanaqa mablag' talab qilinmaydi. 1 daqiqalik sharti bor. Bu haqida videoni oxirida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Xo'p, birinchi navbatda mana shu modlarni sizga obzor qilib beradigan bo'lsam, buni internetdan ba'zi birlari sotib olingan, ba'zi birlari boshqa blogerlar tomonidan taqdim etilgan, ba'zi birlari o'zim sotib olingan kurslarda o'qigan vaqtimda olganman, sotib olganman. Xullas, bu modlar, mana shu ko'rib turgan modlaringiz barchasi sizlarga bepul taqdim etiladi. Buning ichida chaqmoq makbinga tegishli bo'lgan modlar bor, trenddagi modlar bor. Ko'rishingiz mumkin, barchasi ishlaydi, barchasi mana kompyuterimda ko'rinib turibdi. Demak, bular ishlaydigan modda hisoblanadi. Hozir sizga misol tariqasida birortasini qo'yib ko'rsataman. Hozir oxirigacha ko'rib olaylik nimalar borligini. Bu yoqda mashinalar, to'siqlar, har xil turdagi to'siqlar bor, bu yerda qo'l bor, boltalar bor, har xil. Mana bu mashinani ko'tarib beruvchi funksiya, bu ham videolaringizga kreativ yondashishga ancha yordam beradi. Keyin undan tashqari hozirgi kunda flatbed yo'nalishida foydalaniladigan mana bu stop to'sig'i. Bundan tashqari uchar gilamlar bor, yana oyna bor. Misol uchun oyna sinish xususiyatiga ega yoki qattiqligini ta'minlab qo'ysangiz qanaqadir ko'rinmas ko'priklar yasasangiz bo'ladi. Har xil bollarlar bor, ya'ni trenddagi bollarlar oddiy bollardan farqli o'laroq. Xo'p, aylanma to'siqlar, spinnerlar va oxirida chaqmoq makbinga tegishli juda ham bir ajoyib modlar bor. Bularni barchasini siz o'zingiz videolaringizda ishlatsangiz albatta foydasi tegadi, chunki bular trenddagi modlar, pullik modlar hisoblanadi. Endi mana shu modlarni sizga tekinga olish yo'lini o'rgataman. Hozir men o'zimni saqlangan xabarlarimga modlar to'g'risida ma'lumot tashab qo'yganman. Bu ma'lumotni sizga tashlab beraman va siz buning ichidan nomlariga ko'ra o'zingizga kerakli bo'lgan modlarni kompyuteringizga yuklaysiz. Agar siz hammasini yuklab qo'yadigan bo'lsangiz, meni kompyuterimda chiqqan xatolik sizning ham kompyuteringizda chiqadi, bu kompyuteringizni qotishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun kerakli bo'lgan modlarnigina ishlatasiz. Xo'p, bular barchasini ma'lumotini tashlab beraman. Xo'p, keyingi biz ogohlantiradigan, ko'rsatadigan narsamiz, bizda yopiq kanalimiz bor. Mana shu BMG Mods. Bu kanal o'sha ma'lum bir shartni, hozir shartni ham aytib o'taman. Shartni bajarganlar uchun bepul hisoblanadi. Kim agar yo'q, to'lov qilib kiraman, men shart bajarmayman desangiz, ixtiyoringiz. Kim xohlasa $20 evaziga qo'shilish mumkin. Yo'q, men bepul olmoqchiman desangiz, juda ham oddiy sharti bor. Buni sharti quyidagicha. Men mana shu postni mana hozir tashladim. Tashlaganimdan boshlab mana shu postni siz 10 ta do'stingizga shunchaki jo'natasiz. 10 ta do'stingizga jo'natganligingiz to'g'risida menga ma'lumot screenshotini shunchaki lichkamga jo'natasiz. Lichka yopiq bo'ladigan bo'lsa, bizning gruppamiz bor. Gruppamizda men tayyorman deb agar yozadigan bo'lsangiz, men sizga o'zim aloqaga chiqaman. Undan tashqari yopiq guruh linkini ham shu guruhga tashlab qo'yaman, kanalga tashlab qo'yaman va siz kirasiz. U zaifka kanal bo'ladi. Zaifka kanalda bilasiz, admin ruxsat bermaguncha hech kim qabul qilinmaydi. Shuning uchun siz o'zingizga, do'stlaringizga, 10 ta do'stingizga taklif qilganingiz bilanoq men o'sha tashlab bergan ma'lumotingizni ko'raman. Agar rostdan ham 10 ta do'stingizga tashlagan bo'lsangiz, sizni to'g'ridan-to'g'ri mana shu bepul kanalga, ya'ni yopiq kanalga qo'shaman. Bu kanal vaqtinchalik 2-3 oy mana shu darsliklar to'liq yakunlangunga qadar bepul bo'ladi. Undan keyin 10 ta do'stingizga taklif qilasizmi yoki 100 ta do'stingizga taklif qilasizmi, uning foydasi yo'q. Hozirgi vaqtda men bepul darslik chiqarayotgan vaqtimda barcha narsani bepul berishni niyat qilganman. Shu sababli siz kichkinagina shartni bajarib mana shu kanalga ega bo'lishingiz mumkin. Keyinchalik bu kanal narxi $50 ga ko'tarilish ehtimoli bor, chunki rejada shunaqa. Bu narsa 10 kun, 15 kun yoki 1 oygacha davom etishi mumkin.
Demak tushundingiz. Men sizga mana shu postni tashlab berdim. Mana shu postni 10 ta do'stingizga jo'natasiz. Jo'natganingizdan keyin menga ma'lumotini shunchaki screenshot qilib tashlaysiz. Men sizni yopiq kanalga qo'yish uchun link jo'nataman. Shu bilan bugungi video roligimizga yakun yasaymiz. Ertadan boshlab xudo xolisa darsliklarni chiqarib boramiz. Kerakli bo'lgan modlarni olib qolib, qolganlarini BMG Drive dan chiqarib tashlayman va mana bu xatoliklarni o'chirgan holatda sizga Flatbed yo'nalishida video tayyorlashni ko'rsatib o'taman. Agar sizga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, Flatbeddan tashqari mana shu o'yin ichidagi modlar yordamida har xil to'siqlarni havoda yaratib, ya'ni to'siqlar hech qanaqa yerga o'rnatilmaydi, hammasi havoda yaratiladi va ana shu e'tibor bergan bo'lsangiz, to'siqdan bitta mashina o'tadi va keyingi sahnaga portal orqali kirib ketib, portaldan chiqqandan keyin yana yangi video boshlanadi. Buni ham o'zining sir asrorlari bor. 2-3 daqiqalik video tayyorlaysiz. Bunaqa videolardan soni juda ham ko'p bo'ladi sizda. Bularni bir-biriga ulagan holatda 8-10 daqiqalik video qilasiz. Yana qo'shimcha tarzda aytishim mumkinki, ana shu 1 daqiqalik videozdan sizda juda ham ko'p bo'lgandan keyin siz faqat 1 daqiqalik qo'shimcha yangi video yaratasiz va eski videolaringizni aralashtirgan holatda videolarni ketini uzmasdan ssenariy bo'yicha video tayyorlab ketishingiz mumkin. Bu narsani obunachilarning ko'pchiligi sezmaydi. Ya'ni portaldan o'tgan vaqtda uje yangi portaldan kelib chiqadi. Buni hisobiga obunachilar sizni hozir mana shu portalga kirib ketib, shu portaldan o'zidan chiqdi degan tushuncha hosil bo'ladi. Shuni hisobiga videolaringiz juda ham yaxshi ko'riladi. Xo'p. Shu bilan bizning bugungi video roligimizga yakun yasaymiz. Video darslikni shu yerda to'xtaman. Ertadan boshlab barchasi darsliklar davom etadi.